Çamdan ağalığa seyyağa sayat apırım deydi bana. Çamdan bana 99 koy. Şunda olganda neç günlük 5 günlük ma? 9 günlük sayat. 9 günlük sayat eken. Çamda ağal seyyağa sayatlık olsa bu cahal kanallık olsa seyyağa bağalığa çamdan takıp birimiz hoş. Mında gep. Seyyağa 9 günlük sayat Aktun ayetini bulamsız, Kaşgar'dan bulamsız. Nereden bulsanız udullam apırıya vermez. Ondan işlençilik şirketçi var mı baba? Mında yanlışıdan çıkıp lan mında kıp koymadınız. Ma bana aldı katma Aktu'da nurgul adamını yelkenge apırıp kaldın mı? Nasıl buldu? Yelkenge poskamga apırıp keldi. 99 koy bak? 99 koydun. He. Mında şirketle tontuşuşça mında iş kıkan balı var. Ziyan kısmı çıdap mında kılıkken iş var. Pul moğuşan pul tapmayın. Hoş hem de seyyağa hem de Aktu'dan apırımız ata-anağlı olan da yak üzerine baramızla Nurbaş balık tatlısalı özü baş bulap baş apırıp ekleşikten dağıtıp özü bütün oralaşkan buldu. İşki vaqt tamaq olası bizler. Sayat mezgili iş vaqt tamaq var, yatak var. Berikliş ayrılan bilet hemmimiz bizden buldu. Fakat keşik tamakla müzanlayırsa başka artık çıkım yok. Bu sayahatimizge 15-sila yani 1. ayının 15-sini muş Aktu'dan elip verip Aktu'da ahırlaştırgan kılıp 20 kişi ümmek uğurlaştırdık. Muşu sayahat şirketimiz qo'lgan yagan nurg'un mimarlarımız bilan qo'llab berdi hamda mushu ta'tillab qolsa mushu bolalar bilan biz sayahat chiqmoqchi edik hamda mushu o'tkilarni sayahat taraflarga sayahat üretmekçi edik degan bu talablarning jiqchisiga asosan mushu 1. ayning 15-iga biz Aktu'da o'zimiz elib sayahat qildirib yana Aktu'ga ekib qo'ygan qilib mushu 9 kunlik sayahat uğurlaştırdık. Sayahatimizin bağışlab qolsa 5480 ko'ch chiqdi mushu Aktu'dan boshlangan sayahat berib kelish kira sayahat jarayonidagi bilet, sayahat yetakchi, sayahat avtobusi hamda mushu sayahat sug'urtasi qatorliq hamma chiqimlar o'z chiqarilgan. Sizlardan hech qanday ortiq pul yig'ilmaydi, faqat mushu safar jarayoni tamoq bilan kunda kechki tamoqni o'zinglaringizlar boshqa hech qanday ortiq pul yig'ilmaydi. Mushu Aktu'dan mangib, Aktu'da aqilgan 20 kishilik ummak tashkil qildik. 20 odam to'shab qolsa biz o'zimiz mushu men o'zim bosh bo'lib elib mangma mushu o'ydiklarni ivasa xotirjam bo'lolmayotganmiz. Deyğanlar bulab qalsa mana topshirsanglar bo'ldi. Xotirjam holda sayohat qildirib ekilmiz. Hamda mana chamdallarni mushu 15-sila bizning qo'llab sayohat chiqqan mimarlarimizga azroq ko'ngil so'z qildik. Shunlashqa mushu sayohat taraflar sayohat berishni o'shayotgan qarindoshlar bo'lsanglar, aloqalasanglar bo'ldi. Telefon nomerimiz 186 90 80 70 99. Ündüdar telefon ortak telefon şarkılar aloqalasanglar bo'ldi yoki Ündüdar qatish orqali sayohatimizdan masala so'rab sayohatimiz tizimida birga sayohat qilib kelsak bo'ldi. Dasa sayohat ish joyinglar bo'lsa, davomli bizlar aloqalasanglar bo'ldi. Sayohatdan boshqa yana shu Beijing, Shanxay, Yunnan qatorliq sayohat taraflarga sayohatimiz mang'otdi. Lekin sayohatimizda xizmatga odamning soni bek ozlab qolsa, o'zimiz sayohatga ilib mang'olmayotganmiz. Shunlashqa shu avtonomiyamizda sayohat chiqmoqchi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, bizni qatvilib sayohat uchurlardan bizdan so'rab tursanglar biz shuni qatasizlar sayohat urlashtirib qilmiz. Shunlashqa shu bundan keyin shu avtonomiyning atrof sayohatlar bo'lsin yo bo'lmasa avtonomiyamizdan chiqib ichki taraflarga hamda Shinjongning har qaysi joylariga sayohatlar bo'lsa urlashtirib turmiz. Shunlashqa bizni qatib olgandan keyin bizga telefon orqali har xil sayohatlardan maslahat so'rasanglar bo'ldi. Sayyohning 9 kundan tartib 10 kun, 15 kun, 30 kunlik bo'lgan sayohatimiz bor. Davomli normal ummak elib mang'otimiz shunga tizim to'sanglar bo'ldi. Hoş, ben artık yakaladım. Hemen depede. Bu yana adresi. Bu yana adresi bizning Aktu'naya barın bekatning do'sti. Kon barın bekatning do'sti mana. Mishadan Zdeshi taraf mangimiz. So'l aytsangiz, yana Gulliq tarafdan kelgan vaqtida barın bekat taraf mangimiz so'l aytsa Zdeshi tarafdan mana bir bino bor. Xinjiang Tinchlik xalqaro sayohat kooperativ cheklov shirkati degan aqlli misha shu. Misha kasal bo'ldi. Bas salomat tamjibayimizda tamjibaydan keyin yendilab juma. Undalab qolsa misha